Bu gapni kimgadir aytishim kerak. Shunchaki ichimga sig'mayapti. Balki meni ayblarsiz, balki jirkanarsiz, lekin menga baribir emas. Shunchaki hammasini boshidan aytib berishim kerak kimgadir. Hech bo'lmaganda o'zimga o'zim ovoz chiqarib aytishim kerak. Chunki bu jimlik meni ichimdan yeb tamom qiladi. Hammasi bir oy oldin boshlandi. O'sha manfur, o'sha sovuq kechada. Erim Akmal bilan turmush qurganimizga 5 yil bo'lgandi. 5 yil. Bu vaqt ichida nimalarni ko'rmadim deysiz. Avvaliga hammasi yaxshi edi. Sevgi, ehtiros, kelajakka umidlar. Biz farzandli bo'lishni juda xohlardik. 1-yil o'tdi, 2-yil o'tdi. Shifokorlar, tabiblar, duolar, hech narsa yordam bermadi. Shifokorlar oxiri aniq tashxisni qo'yishdi. Muammo Akmalda edi. U hech qachon ota bo'la olmasdi. O'sha kunni eslayman. Akmal klinikadan qovog'i osilib kelgandi. Men uni ovutmoqchi bo'ldim. Hammasi yaxshi bo'lishini, biz bir-birimiz uchun yashashimizni, farzand asrab olishimiz mumkinligini aytdim. U esa meni sovuq itarib tashladi. Uning ko'zlarida men ilgari hech ko'rmagan bir sovuqlik, bir begonalik bor edi. Shu kundan boshlab oramizdagi jarlik kattalashib bordi. U men bilan deyarli gaplashmas, ishdan kech kelar, ba'zan umuman kelmasdi. Yutog'imiz muzlab qolgandi. U menga qo'l tekkizmasdi. Men esa uni bezovta qilishga qo'rqardim. Uning dardi og'irligini, erkaklik g'ururiga qattiq shu bir ogiz so'z menga qanchalar dalda bo'lardi. O'sha kecha Akmal ishdan juda kayfsiz keldi. Kechki ovqatni jimgina yedik. Men nimadir deyishga ogiz juftlagandim, u qo'li bilan jim ishorasini qildi. Yuragim bir xavotirni sezdi. Kechasi yotoqqa kirganimizda u chiroqni o'chirmadi. O'rniga turib deraza oldiga bordi va tashqariga tikilib turaverdi. Uning yo'lkalari siqilgan, butun vujudi tarang edi. Men bir qarorga keldim, dedi u oradagi uzoq sukunatdan so'ngan, hamon menga o'girilmay. Uning ovozi g'alati, bo'g'iq edi. Men javob bermadim. Nima deyishini kutdim. Bizga farzand kerak. Mening zurriyodim. Mening qonimdan bo'lgan bola kerak. Yuragim urushdan to'xtaganday bo'ldi. Akmal, axir shifokorlar, menga shifokorlarning gapini aytma, dedi u keskin o'girilib. Uning ko'zlari yo'nardi. Menga mening bolam kerak. Shu uyda, shu hovlida Rahimovlarning avlodi davom etishi kerak. Men nima deyishni bilmasdim. U jinni bo'lib qolganmidi? Buning qanday iloji bor, deya pichirladim. U chuqur nafas oldi. Yana derazaga o'girildi. Iloji bor, faqat sen rozi bo'lishing kerak. U bir muddat jim qoldi. So'z topolmay qiynalayotgani sezilib turardi. Keyin aytdi. O'sha dahshatli so'zlarni aytdi. U otasi bilan, u dadam bilan. Men ishonmadim. Quloqlarimga ishonmadim. Bu qandaydir telbalarcha hazil, dahshatli tush bo'lsa kerak deb o'yladim. Ota-onangning yuziga qanday qaraysan? Bepusht deb nom olib, bir umr yolg'iz o'tasanmi? Uning tahdidlari, uning sovuq nigohi, uning shafqatsiz so'zlari meni sindirdi. Menda hech qanday kuch qolmadi. O'rnimga o'tirib qoldim. Yig'layverib ko'zlarimda yosh ham qolmagandi. U esa xonada u yoqdan bu yoqqa yurarkan rejasini tushuntirardi. Go'yoki bu oddiy bir ish, oddiy bir kelishuvdek. U otasi bilan gaplashganini, uni zo'rg'a ko'ndirganini aytdi. Dadam ham avvaliga dahshatga tushganmish, lekin o'g'lining yalinchlari, avlodni davom ettirish istagi, oxiri rozi bo'lganmishlar. Bu so'z miyimda qayta-qayta aylanardi. O'sha kecha men uchun o'lim edi.
Akmal xonadan chiqib ketdi. Ozginadan so'ng eshik ortida qadam tovushlari eshitildi. Yuragim shu qadar qattiq urardiki, hojir yorilib ketadiganday edi. Eshik ohista g'iyqillab ochildi va ostonada qaynotam paydo bo'ldilar. Ularning yuziga qaray olmadim. U ham menga qaray olmayotgandi. Boshlari egik, yelkalari tushib ketgandi. U kishida men har doim ko'radigan o'sha mag'rurlik, o'sha viqordan asar ham yo'q edi. U butunlay sinib qolgan. O'g'lining telbaligi oldida ilojsiz qolgan bir ota edi xolos. U xonaga kirdi, lekin menga yaqinlashmadi. Uzoqroqda turib, juda past ovozda, deyarli pichirlab gapirdi. U bu ishga rozi bo'lmaganini, lekin ertasiga men o'rnimdan tura olmadim. Butun tanam og'rirdi. Lekin undan ham ko'ra ruhim mayib bo'lgandi. Akmal ertalab xonaga kirdi. Yuzimga qaramadi. Dadam bilan gaplashdim. Bu endi har kecha takrorlanadi. Toki homilador bo'lguningcha, dedi va chiqib ketdi. Shu tariqa mening jahannamim boshlandi. Har kecha Akmal o'z xonasiga kirib ketar, men esa titroq ichida kutardim va qaynotam kelardilar. Har safar o'sha egik bosh, o'sha gunohkor nigoh bilan. Biz gaplashmasdik. Butunlay jimlik. Faqat nafaslar, xo'rsiniqlar, lekin asta-sekin nimadir o'zgara boshladi. Men buni qanday tushuntirishni bilmayman. Buni aytishga ham uyalaman, lekin bu haqiqat. 3 yoki 4 kecha edi. Men yana o'sha holatda hissiz yotardim. Ularning qo'llari sochimni silayotganini his qildim. Juda ohista, juda mehr bilan, xuddi kichkina bolani ovutayotgandek. Men seskanib tushdim. Ular darhol qo'llarini tortib oldilar. Lekin o'sha bir lahzalik mehr, men necha yillardan beri unutgan o'sha mehr yuragimga o'tqalaganday bo'ldi. Akmal meni qachon oxirgi marta shunday erkalaganini eslay olmasdim. Keyingi kechalarda bunday mayda ishoralar ko'payib bordi. Ular kelganida yonimga bir stakan suv qo'yib ketardilar. Yoki yo'lkamga tushib qolgan sochlarimni ohista olib qo'yardilar. Ularning qo'llari dagal, mehnatdan qavargan. Lekin shu qaynotam bilan o'rtamizdagi jimlik endi dahshatli emas, balki mazmunga to'la boshlagandi. Biz ko'zlar bilan gaplashardik. Ularning ko'zlarida men o'z aksimni ko'rardim. Xo'rlangan, lekin sinmagan, azob chekayotgan, lekin hamdardlik topgan bir ayolni. Men ham ularning ko'zlarida o'sha dardni, o'sha majburlikni, o'sha pushaymonlikni ko'rardim. Biz bir gunohning 2 jinoyatchisi emas, balki bir taqdirning 2 qurboni edik. Bir hafta o'tdi, keyin ikkinchisi. Men o'zimni g'alati his qila boshladim. Men endi kechalaridan qo'rqmasdim, aksincha, kutadigan bo'ldim. Ha, uyalib aytaman, lekin men kutardim. Kunduzgi xo'rliklardan, Akmalning sovuq nigohidan so'ng o'sha jimgina hamdardlikni, o'sha bir lahzalik mehrni kutardim. Bu mening sirim edi. Mening gunohkor sirim. O'zimni yomon ko'rardim, o'zimni buzuq deb o'ylardim. Lekin yuragimga buyruq bera olmasdim. Yuragim yillar davomida muzlab qolgandi. Endi esa o'sha muz asta-sekin eriy boshlagandi. Ularning nafaslarini eshitish, qadoq qo'llarining taftiyini his qilish menga bir xotirjamlik berardi. Ular hech qachon ortiqcha harakat qilmasdilar. Hammasi juda vazmin, juda andishali edi. Bu ehtiros emasdi. Bu undan ham chuqurroq bir narsa edi. Bu 2 yolg'iz, baxtsiz insonning bir-biriga talpinishi edi. Ular menga ayolligimni eslatdilar. Unut bo'lib ketgan, Akmal tomonidan poymal qilingan ayollik meni hissiz bir qo'g'irchoqqa aylanib qolishdan, Akmalning nafrati ostida butunlay so'nib ketishdan asrab qolayotgandi.